Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun 5-dekabr juma kuni yomg'irli ob-havolarda obzorlarimizni davom etkazamiz. Bugungi obzorimizda 504 hamda 404 mini traktorlarimizni yanada skidka narxlarda to'liq obzorini qilib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rib boringlar. Manzilimiz Namangan Sadoqat Patr bozorida 5-6 kilometr teparog'ida joylashgan bo'ladi. Murojaat uchun videoning tagiga raqamlarimizni yozib ketamiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bo'lmasa obzorni boshladik. Birinchi bo'lib 504 mini traktorlarimizdan boshlaymiz. 504 traktorlarimiz 4 porshilli 50 ot kuchli bo'ladi akalar, doimgidek. Rollari gidravlika holatda 4x4 tortadi. Balon razmerlari 60-70 agatlarda bemalol yura oladi. Bu traktorlarimizga aytganimdek 4 porshilli 50 ot kuchli Lidi motorlar bilan jihozlangan, Xitoyda ishlab chiqarilgan bo'ladi bu traktorlarimiz. Har safargi videolarimizda obzorlarni qo'yamiz. Har safar har xil narxlarga tushirib videolarni davom etkazyapmiz akalar. Bugungi narxini aytib o'tib ketaman. 504larimizni 100 million so'm, 404larimizni esa 95 million so'mga tushirib qo'yganmiz akalar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Oz-moz yana kamini qilib beramiz obunachilarimizga. To'liq ma'lumotini telefon orqali olsalaring bo'laveradi. Qisqacha ma'lumot berib o'tib ketaman. 504larimizni orqa qismi akalar pryamoy palovos variantda bo'ladi. Ko'rganlaringdek ichki silindrli palovos variantda bo'ladi. Xohlaganlarga bartavoy varianti ham bor. Keyingi videolarimizda obzorini qo'yamiz bu traktorlarimizni ham. Bu traktorimiz avtomat korobkali, reversli, orqaga ham oldinga ham bir xil tezlikda yura oladi. Tablolari. Traktorlarimiz doimgidek navesli variantda bo'ladi. Kabinalari ham kabinali traktorlarimiz ham xudo xohlasa bahorga yetib keladi. Obuna bo'lib kuzatib tursalaring, yangi texnikalarimizni ko'rib borasizlar. 404 traktorlarimizga keladigan bo'lsak, 404larimiz ham 4 porshilli 40 ot kuchli motorlar bilan jihozlangan bo'ladi. Bu traktorimiz ham 60-70 agatlarda bemalol yura oladi. Rasxotiga keladigan bo'lsak, bu traktorlarimizda rasxoti 404larimiz ham 504larimiz ham pashti rasxoti bir xil bo'ladi. Hech qancha rasxot o'ynamaydi orasida. Soatiga bular 3,5 litr, 4 litrgacha rasxot qiladigan bo'lsa, 504larimiz ham shunaqa atrofida rasxot qiladi soatiga. 404larimiz ham navesli variantda bo'ladi. 4x4 tortadi. Motorlari mana 4 porshilli 40 ot kuchli Lidi motorlar bilan jihozlangan bo'ladi. Balonlari ham katta enli balonlardan qo'yilgan. Unga qo'shimcha toshlari ham mavjud, ilib qo'yilgan. Balon razmerlari ko'pchilikka qiziq bo'ladi. 11 ga 24 hamda balonlari, oldi balonlari 750 ga 16 balonlardan qo'yilgan. 404larimizda orqa qismlari ham bunisi ham pryamoy palovos bo'ladi, ichki silindrli bo'ladi akalar. Xohlaganlarga ichki bartavoy variantda ham bor. Ichki bartavoy traktorlarimizda 504 dan 254 gacha bo'lgan ichki bartavoy traktorlarimiz bor. Tashqi silindrli, nasosli variantda. Kimga qanaqa texnikalar qiziq bo'lsa akalar, qanaqa agregatlar yoki ma'lumot kerak bo'lsa 94lik 047 47 08 telefon raqamlarimizga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hammaga optim narxlarda qilib beramiz. Manzilimizni aytib o'tib ketamiz. Namangan Sadoqatda bo'ladi. Patr bozordan 5-6 kilometr teparoqda bo'ladi. Telefon raqamlarimizga bog'lansalaring, lokatsiyalar ham tashlab beriladi akalar. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Hammaga optim narxlarda qilib chiroyli kelishtirib beramiz akalar.